47-savol. Polisterolning o'rtacha molyar massasi 104 mingga teng bo'lsa, uni polimerlanish darajasini toping degan savol. Xo'sh, sterolni yozib olamiz. Sterol bu benzol halqada vinil radikali bor modda sterol bo'ladi. Mana. Sterol deyiladi bu. Vinil benzol ham deyiladi. Polimerlansa bu modda polimerlanishda polisterol kelib chiqadi, ya'ni benzol halqada o'zgarish sodir bo'lmaydi. Mana bu joyda CH qo'shbog' CH2 dagi pi bog' uziladi mana bu yerda. Qo'shbog'da pi bog' uzilib, ikki chekkaga chiziqcha bo'lib chiqadi va shundan enta deb yoziladi. Mana shu zvenodan enta. Shu polisterolning molekulyar massasini tenglashtiramiz 104 mingga. Shunda mana bu zvenodning ichini massasini polimerlanish darajasi mana bu n ga ko'paytirsa 104 ming degan tenglama tuzamiz. Bu zvenod ichi polisterolni qisqa qilib C8H8 deb yozsa ham bo'ladi. Mana savolda o'zi yozib qo'ygan. Shunda C8H8 massasi 104 chiqadi. Shundan entasi teng bo'lar ekan, shu 104 zvenodan entasi 104 mingga tenglashtiramiz. 104 ming. 104 mingga tenglashtiramiz. Shunda endi topadigan bo'lsa 104 mingni 104 ga bo'lsa 1000 kelib chiqadi. Demak, bu 1000 polimerlanish darajasi. Javob polimerlanish darajasi 1000 degan javob A javob bo'lar ekan.